Respublika tovar xomashyo birjasi aksiyadorlik jamiyati Farg'ona filialida tovar bozorlarida bozor tamoyillarini joriy qilish va shaffoflikni ta'minlashda Respublika tovar xomashyo birjasining tutgan o'rni mavzusida media trening tashkil etildi. Unda ommaviy axborot vositalari vakillari va tadbirkorlar ishtirok etdi. Tadbir davomida birja savdolarining ochiqligi, tartibga solinganligi hamda bozor tamoyillari asosida shakllangan narxlar talab va taklif asosida yuzaga kelayotgani alohida ta'kidlandi. Ishtirokchilarga birja savdolari jarayoni, ularning elektron platformadagi afzalliklari, mahsulotlarning ro'yxatdan o'tgan holda realizatsiya qilinayotgani haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Ta'kidlash lozimki, birja o'z faoliyatini yuritishda asosan ikkita tamoyilga tayanadi. Birinchisi bu shaffoflik bo'lsa, ikkinchisi bu bozor mexanizmi hisoblanadi. Aynan mana shu tamoyillar birjaga, ya'ni birja tomonidan o'tkaziladigan savdolarga yanada ko'proq savdo ishtirokchilarini jalb qilish imkoniyatini taqdim etadi. Chunki juda ko'p imkoniyatlar mavjud. So'nggi o'zgarishlar haqida gapiradigan bo'lsak, yaqinda O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasi ilk bor o'zining faoliyatida sun'iy intellektdan foydalanishni boshladi. Ya'ni davlat xaridlari tizimida AI chatbot xizmat turi joriy etildi. Endilikda birjaning xarid.uz veb-saytida avtorizatsiyadan o'tgan foydalanuvchilar birjaning kol markaziga murojaat qilmasdan o'zlarining so'rovlariga tezkor javob hamda texnik yordam olishlari mumkin. Tadbirkorlar mahsulotni mustaqil ravishda vositachilarsiz va erkin bozor narxida sotish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Shu orqali iqtisodiyotda sog'lom raqobat muhitini yaratish va korrupsion omillarni bartaraf etish maqsad qilingan. Media trening davomida jurnalistlar va tadbirkorlar birja faoliyatiga oid o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar.